Bizning loyi bek ang vaqti. Hay, undaq demang. O bek aqlliqchimi? Yo'qay, sizning anglagan gaplarni uningga deb bersam ishonmayotidi. U pirqi davlatning ang oxirgi g'alaba qilishiga ishonadi. Bumi uning aqlliqligida. Uningga nima bo'lgandi? Voy bechora. Bir ayol qichib mushaq ketgan. Sizlar ko'rdinglarmi? Ha, u pastga qarab qochib ketdi. Pastga. Miyacha, askarlar yolg'on so'zlayapsiz-ku. Ko'cha ko'ydirgil chiqqandan keyin savobliq ish qilmasak bo'lmaydi-da. Bayqi ayolga raslbek ichim og'rib qoldi. Men bulamadım. Bulamadım. Yaralanıpsız. Ben sizni ko'rgan. O'tgan kuni ko'chada ko'rgan. Yo'q. Men sizni burunli ko'rgan. Nihoyat burunli ko'rgan. Mumkin emas. Siz nima odam? Texi harbiy form kiyyapsiz. Siz uchamdagi harbiy formani sog'izdim. Men qo'limni midiratolmayman. Qismimiz vampin hujum qilganda zambirak o'qining zarbasi bilan yetib qoptiman. Ularning qo'li qanday tushib qolganimni bilmayman. Hay, siz bilan birga yurgan hiliq ayolchi. U ketdi. Bu yer uzun turishqi bo'lmaydi. Sizga bir saroy tepib beray. Siz pullar ayildimmi? Pul gap so'ramang. Ma'lumsiz. Ha. Buni yoshirib qo'yay. Manta geldim. Ben. Aş qazılmaq reydo yiyemeymen. Ko'ni kesalma. Ular qizilmuş suyunu ağzımdan zorlab qo'ydi. Hay. Men sizni burun ko'rgandek qilaman. Xato tonib qolgansiz. Siz mening bir sabdishimdek o'xshaydi ekansiz. Lo'chanda biz uzoqcha bila turgan edik. Keyin u yana angi ketdi. Men oldin qisabga ketdim. Sizlar rostbek o'xshaydi ekansizlar. Men uning ismi Nemitdi. Familiyasi Chin, ismi yodimda yo'q. Ha, Chopin. U mening singlim. Chopin degan mening singlim, yo'ldosh. Siz Chopinning achisimi? Chopin hozir qayerda? Linfenga hujum qilganda biz bir qatim ko'rishgan, keyin faqat ko'risharmidik. Loyi, men Nima bo'ldi? Bugun men bir ishni qildim, balkim qilmasligim kerak bo'lg'aydi, biroq men qanday qilishimni bilmay qoldim. Nima ish bo'ldi? Men Wuhanim bilan Butxonga kuch ko'ydirib borgandim. Yo'lda 8-armiyani ayol jangchisi Elqmansiz gapini qilib bergan urush asari uchrab qoldi. Men uni qutuldirib oldim. Wuhanim bilamdi. Bilmaydi, u chaqda u ketib bo'lgan.
Siz oshkorlandingizmi? Oshkorlanib qoldingiz? U men chiroyingiz bek tanishtirdi. Luchanda birga turgan Chinchupang ismli bir sabdishimga bek o'xshaydi ekansiz degan edi. Chinchupang mening singlim tursa. Qarsam u bizning qo'shnining odami ekan. Men his shundoq dedim. U hozir qayerda? Heliq butxonning shimolidagi bir kichik saroyda. Uni sirtqa chiqmang dedim. Xatolik o'tkazib qo'ydimmi? Dekki-dukit qoldim. Yana nima deyishdinglar? U yana Linfenga hujum qilganda singlingiz bilan ko'rishgan. Undan keyin ko'rishamidik dedi. Qayerga hujum qilgan? Linfenga. U tez sur'atda hukm qilish kerak. Chinchuping 45-yili kuzda o'lib ketgan. Linfeng jangiga qatnashishi mumkin emas. Yana kelib Linfeng jangi bilan Nanping jangini o'xshash bir qism qilmagan. U ayolning gapida yo'chiq bor. Suyping jazman qiltaq tushib qopti. U ayolning orqasidagi kimdi? Orqasidagi odamning o'zini nishon qilgani aniq. U to'g'riliq paktga erishishdan ilgari Suyping yana bexatar edi. Bugun oqshom chiroqni baldir o'chirish kerak. U ishinatdiki, derizning sirtida cho'qim marab turgan odam bor. Uning singlisi kommunist bo'lgan holatdami, uning o'zi bo'lishi notayin. Balkim kompartiyaga istoshlik qilgandi. U kommunist bo'lgan holatdami, uning eri bo'lishi notayin. Balkim u ikkisi faqat sherik bo'lmasligi. Bu dört xotin o'zi yolg'iz harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. Natayin. U mening hujjatlarimni o'g'irlab ketgan tursa. Amdiki gap sizning ati uning bilan so'zlashishdagi san'atingizga bog'liq. Siz uningdan gap elishingiz kerak. Agar uningdan gap olamasangiz, yolg'iz u ayolning ishi hech qancha pulga yaramaydi. Gap olamdim. Ma'qul. Men amal qilib boqay. Bir yo'ldishimizning qiyin ahvolda qolganini ko'rib turib, uni qutuldirmasam bo'lmas deb o'yladim. Yaponga qarshi urush g'alaba qilishdan burun Chongchengdagi chog'da men 5 yo'ldoshning etilganligini ko'rgan. Men bir chetda qarab turdim. Ular etilib bo'lgandan keyin berib ularni suratga tortdim. Men nima deyalaydim? Suypingni yo'tkib etish kerakmidi? Agar Suyping qochib ketsa, u o'zi bitmas tugmas tekshirishga mubtalo bo'ladi. Hatto Nanjingga avatilib so'roq qilinishi mumkin edi. Jongshao darajalik muavin punkt boshlig'ining xotini kompartiyaning shpioni bo'lsa, uning maxfiy ishlar idorasidagi kelajagimi barbod bo'ladi. Kelgusdagi vazifadan eg'iz echish texmi yo'q gap. Yo'tkilish mukammal bo'lmagan nachar tadbir edi. U mukammal bir tadbir tepish kerak. Ammo bir nuqta nihoyatda aniq. Lavlovning aloqa punkti jazman chekinishi kerak. Darhol chekininglar. Nima ish chiqdi? Suyping oshkorlanib qoldi. Oshkorlanib qolgan bo'lsa, sizlar qanday qilsizlar? Sizlar yo'tkilib turinglar, men yana amal qilay. Yo'q, oshkorlanib qolgan bo'lsa, mansaq bilmayli. Men tex oshkorlanmadim. Qarshi taraf eng oxirgi mumkinchilikni saqlab, mendan yo'chi qizda o'tadi. Men yana vaziyatni o'xshash fursati bor. Balkim sizmi? Bo'ldi gap qilma. Kitobxonning qarzi bormi? Qarzi bor. Kitob idorasiga nihoyat ko'p qarzlar. Yana uy ijarasimi bor? Qarzdan qochish eng yaxshi bana. Uy egasiga bek ko'p qarzga bo'g'ilib ketib, to'lashga faqat amal qilolmay, qochib ketishga majbur bo'ldim deb bir parcha xat qoldirib qo'y. Qolgan ishni o'zim bir taraf qilaman. Yana yangi aloqa punktida iloj bor tez qurilsin. Men yana kon usul bo'yicha yuqori bilan aloqa qilish yo'li yurib qolaman. Mening vazifam siz chekinmagicha chekinmaslik edi. Ahvolda o'zgarish bo'lib qoldi. Sizlar bexatar chekinsanglar, men ondan dadil ish qila olaman. Ijro qiling. Siz bilan birga ishlashni rostliq xohlaydim. Menmi shu? Men ketay. Telegram apparatini obday yoshiringlar. Yangi bekat chapsan qurasiz. Onunga har qanday ishni deyishga bo'lmaydi. U jazman hech ish bo'lmaganda yurish kerak. Ati u heliq ayol bilan ko'rishganda nima deysa mayli. Lekin peqirni oshkorlab qo'yishga hargiz bo'lmaydi. Sirtqa chiqqan odam deb qo'ysangiz bo'lmamdi. Ati heliq ayol bilan ko'rishganda nima desangiz mayli. Biroq mening gapimni qilmang. Agar u sizdan so'rab tursa, meni maxfiy ishlar idorasida. Yana uning bexatarligi uchun u yana bir saroyga olmasin.
uni dushmanlar evatganmikan? Yo'q. Qarang'uda qilib ketganingizni. Ajab cho'chidim. Undaq bo'ladigan bo'lsa, ig'ir gunoh o'tkazgan bo'lmamdim. Keldingizmi? Sizni yo'l mang'izib tez japoda qo'ydim, Jumo. Biroz saqayib qoldingizmi? Xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Hoy, nima bu? Qarang. Rahmat sizga. Siz bu yerga vazifa ijro qilg'ili kelganmi? Ta'limingiz bor ekan, Jumo. Yo'qay. Men tashkildan ayrilib ketgan. Ayrilib ketdim. Ishonmayman. Singlingiz sizni irodasi bek qat'iy degan edi. Nima desam bo'la? Turmush degan shu ekan. Uncha ko'p ishlarni o'ylab nima qilay? Men Siz cho'qim maxfiy vazifa ijro qilasiz. Eringiz uchun nima ish qiladi? Umi bizning yo'ldoshmi? u hukumatga ishlaydi. Bo'ldilar, uning gapini qilmaylik. Men sizga nima ish qilib beray? Meni qismga olib qo'ying. Men bu yerda turaversam bo'lmaydi-da. Bizning cho'qim bir qatnash bekitimiz bor deyman. Iloji bor tezroq sizga aloqa qilib beraman. Ammo hozir siz boshqa bir saroyga yo'tkilishingiz kerak. Ma'qul. Lao Xie! Lao Xie! Бүткүл qiltoq Sherolinning yakka harakatimidir. Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, u nihoyat tezla Sherolinning sodalish talabini anglaydi. Undaq bo'lsa ish o'g'il. Uning ansiraydig'ini Sherolinning boshqa odamlar bilan hamkorlashishi edi. Bu kichik sanduq ayollarning salohiyatiga hargiz mos kelmaydi. Ro'shanki, u bir ortiqcha narsa edi. Uning ichida nima bor? Har nima bo'lsa bo'lsin, un olg'u bo'lib qolmasin. Suyping bu ayolga degan gaplardan tamoman tenivasi bo'ladi. Agar un olg'uga elinib qolsa, past holatga tushib qoladi. Bundaq kichik sanduqqa faqat bir xil Germaniyaning un olg'usi sig'atdi. U nihoyatda ilg'or bir xil uskuni bo'lib, odatdagi odamlarda yo'q. Faqat maxfiy ishlar idorasida birsi bor edi. Uskunlarning kirish chiqish xotirasini ko'rib boqay. Chet elning oliy darajalik uskunlari ko'p ishlatilmoqda. Shundoq, tushuntirishni o'qiy olmagandan keyin ishiltishni hech kim bilmaydi ekan. Oriyat vaqti o'tib ketgan uskunlarni surishtirib qaytarayliklar. Xo'p, Ang andish qiladigan ish yuz berdi. Degandek, Liya bu ishga qo'l tiqqan ekan. Balkim chekinish kerakdir. Sherolin Liya bilan hamkorlashyapti. Bek xastalik qildi. Mushundaqla chekinamdi. Yo'q. Qaytirma zarba berish kerak.
unumli qaytarma zarba berishga yana fursat bo'lishi mumkin. Kompartiya yan'anga yana qaytib beribdi. Ayni chog'dagi yan'anni qaytarib olish tabrik ziyofatining haraq purig'i tex tarqab bo'lmay turib, Davlat mudofaa komiteti mag'lubiyat sovuqini yakunlagili turdi. Mag'lubiyatdagi muhim omil axborot o'rinlarining yaramsizligi. Kompartiyaning axborot nuqtalari odat xeyli yillar ilgari qurildi. Bizcho doim suv kep bo'lgandan keyin ondan to'g'on solamiz. Adrat boshlig'iga gap qilmaysiz-ku. Davlatning cho'ng ishlariga mendek oddiy buhron ochish batmaydi. Necha kundan beri o'z xatoligim ustida o'ylanayapman. Nima xatolik? Muavin boshliq. Sizning o'tgan kuni koridorda menga tutgan pozitsiyangizni qabul qilish qiyin bo'lsa-mu, men yana qabul qildim. Chunki menga ayonki, Tianjin punktini qo'rg'onga aylantiramiz deydiganmiz, biz samimiy ittifoq bo'lishimiz kerak. Men sizni nazorat qilgan ish o'tib ketdi. Sizning ko'nglingizga olmasligingizni umid qilaman. Yaxshi. Amalga oshirishingizni umid qilaman. Bir necha kungacha muhim axborot kelami? Yangi aloqa punkti darhol qurilib qelishi mumkin. Siz heliq ayol bilan yer nimalarni deyishdingiz? Tadqiqot o'rni tekshirish tartibini chaqirdi. Tadqiqot o'rni tekshirish tartibini chaqirdi. Xotirlang. 33 13 20 45 90 37 10 65 52 32 70 15 999 02 67 73 01 bir soatdan keyin mushu to'lqinda qayta chaqiramiz. Tugidi. Shinxay. Suypingning oshkorlanib qolishini qanday bartaraf qilishni siz qaror qiling. Bexatarlik muhim. Yangi aloqalash usuli ertaga soat 11 da Yunxe ko'chasi 9-numerdagi Dafa lag'manxonasi. Ikkinchi turlik maxfiy belgi. Agar uchirish mag'lub bo'lsa, ertasi o'xshash vaqtda Lisishi satrashxonasida ikkinchi turlik maxfiy belgi. Dehqon. Nima debdi? At uchrash qilib bor ekanman. Heliqi yo'ldosh meni shaharning sirtiga chiqib qo'ying deb oldirtib ketyapti. Qanday qilaman? Oldirmay tursin. Uningga xizmat ishlang. Bira char tepishga vaqt kerak-da, oldirmay tursin. Sizlarning muavin boshliqqa uchrab qolishdan qo'rqib kunduzi kelamidi. Mening siz bilan hech qanday aloqam yo'q. Pulga yaraydigan axborotingiz bo'lsa, boshqa odamga setib bering. Buncha jiddiylashmay oldirmay turmamsiz. Shundaqmi? Avval buni anglab beqing. Men sizni burun ko'rganda hal qilaman. Xato tunib qolgansiz. Siz mening bir saptishimga bek o'xshaydi ekansiz. Lochanda biz uzoqcha birga turgan. Keyin u yan'anga ketdi. Men oldingi sapga ketdim. Bu kimning ovozi? Yu xonimning. Sizga rost lozim emasmi? Yana bir ayolchi. Mening sherigim. Burun 8-armiyada turgan. Yuning paketi yo'q ekan. Hozircha yo'q. Lekin qo'lga tushirman. U mening hujjatimni o'g'irlagandan masala bor degan gap. Siz meni minaning ustiga chiqarib qo'ydingiz. Yuzichang men hozir Buningga sizdan yuqori baho talab qilmayman. Ammo keyingi sodada yuzichang chinib qolsa, u chaqda siz qimmat ko'ma. qancha pul olasiz? Efendim. Onu ko'rib baqsam bo'lamdi.
Gezdimi, injilnimi? u injilmi? Men tex lug'atmikan debdiman. Amsi gezni ko'ray. Siz Yu efendimmi? Shundoq. Siz Men yo'qsa men. Garnizon shtabining qonun ijro qilish atirtida. Matroslar klubida Amerikaliklar bilan harbiy holat rayoni haqida suhbatlashgan. ha, sen menkansizg'o. U chog'da puxrach kiyinib olg'achqa tonimay qoptiman. Keling, birga o'ltiraylik. Guruh boshlig'i, tinchlikmi? Tinchlikmi? Men bu yoqda asosligi harbiy qonun tashviqotini, harbiy qiyofat intizomini, shayton turmasidagi harbiy jinoyatchilarni boshqarishga mas'ul. Qanday yo'l yo'riqingiz bo'lsa ayting. Telegram apparati bormi? Bor. Ishlatib boqqanmi? Yo'q. Yangi o'rnatdik. Sizning yuqori bilan aloqa qilishingiz uchun. Shayton turmasida kepangiz aqamda. Aqidi. Turma bek kichik. Men eng oliy komandir. Hozir bir og'irchilik bor. Toza asqat qiling. Shu yo'ldosh, sizni shahar sirtiga chiqib qo'yishga o'ng'ay. Biroq siz chiqib bo'p qismni nadin topsiz? Xo'y, an ozod bo'pti. Faqat bo'lmas piyoda boraman. Orliq bahiroq. Siz meni berib bo'g'icha qism yo'tkilib ketadi. Amisi bu yer saqlab turaveramdiman. Mushed meni saqlab turing. Men sirtga chiqib kiray. Tezroq keling. Ma'qul. Sirtbek molman, hargiz taloq chiqmang. Qechibdi? Boshliq, uyigiz keldi. Bu uydagi odam qani? Qechib ketibdi, ona insof. Buni qo'yib qo'yibdi. Qarzga bo'g'lab? O sana qanchalik qarzdor? 1 milliondan ortiq. Nechital qo'tirmashning pulini deb, mushunchalar narsani tashlab qo'shdimi? Yana texi kitob idorasiga nurg'un qarzdor ekan. Stop, to'xtama. To'xtang. Etirat boshlig'i, aldirashgansizda. Shu, bu kitobxona aldirashga vatdi-g'u. Ha, bu kitobxonaga men kelgan. Xo'jayinda chataq bor ekan, kitob so'rab boqay deyman. Chataq bor ekan? Shundaq. U qani? Boy mashina qisib ketdi. Men bu yana oqtiryapman. Ha, ishingizni qilavering amsa, men ma'qul. Ha, ma'qul. Ma'qul. Yo'l bo'lsin. Ha. Ha, mana. Uy, Yu aka, kiring, o'tiring. Uyda boshqa odam bormi? Yo'q. O'tiring. Gap qilish beyap emas-da. Beyap emas. Usul qilsam. Bugun sizdan ahvol uqish boqay deb kirdim. Qandaq ahvol? Tijoratingiz bilan munosabatlik. Danga amsa. Kompartiya tarafdan birsi bizga yo'shirin al bo'lgan edi. Qo'lida ba'zi axborotlar bor ekan. Bahs qanday bo'lyapti? Kompartiyaning hozir hammadan bak pulga yaraydi. Qaysi turdiki ekan? Oy oxirida Li Zongren muavin zongtong bo'lmoqchi. Uning yanida kommunist bor ekan. Biqinadilar. Rasma. Yu aka, bu axborotni bo'ldi men oldim. Qancha pul? Bo'ldi, men deb beray. Bir bek mashina. Shunchalik pulga yaramda? Biroq mening bir shartim bor. Qandaq shart? Maxfiy ishlar idorasida siz yolg'iz men bilan savdo qilasiz. Boshqalar bilan aloqa qilmaysiz. Men boshqalar bilan aloqa qilmadim.
Meni kichik boladek o'yintiman deyman. Rost yo'qmi? Ba'zi sodada siz bilan putish bo'lolmagandan keyin boshqalarni izlamay amal yo'q-da. Men uning kimligini deyman. O odam bilan sodani qildingizmi yo'q? Shuni deb bersangiz bo'ldi. Amal yo'q. Bahası bek obdan bo'ldi emasmi? Tushundim. Qasam qilaman. Yolg'iz shuli biladi. Nayt yaxshi. Lezonranning ish haqida men darhol sizga uchir beraman. Cho'qim emsa. Cho'qim. Loyi. Çataq bo'ldi. Liya kitobxonani oqtirotdi. Luxo'jayini tutib ketibdi. Siz qanday bildingiz? Men bag'an dal uloq uchrab qoldim. Sizni kim bering degan? İçim tit bo'lib, Luxo'jayin orqali qiliq yo'ldoshni yo'lga selib Kim sizni tutib bo'ling debdi? Sizning kitobxonaga berishga nima huquqingiz bor? Xizmat qilg'ili 2 yil bo'ldi. Yana shunda qamoqqa tiqlamsiz? Bo'ldi, bu gapni qilishmayli. Men xato qilibman. Luxo'jayin tutilibdi. Endi qanday qilamiz? Luxo'jayin yo'tkilib ketgan. Yo'tkilib ketgan? O peypengi berib bo'ldi. Nemish qildiroq deb qo'ymaysiz? Voy, jiddiylashib, jinim chiqoyil deb qoldi. Yo'tkilib ketibdi. Yo'tkilib ketibdi. Süper. Bugun men sizdan rost xafa bo'ldim. Koni yarasi xizmat xodimi bo'lib qolgan turug'liq bunda xatolik sodir qilsangiz qanday bo'ladi? Shu g'imini yapchu. Bir jangchining qismga qaytish orzusini siz tushunmaysiz. Men yangi kelgan chaqdim shundoq bo'lgan. Bo'ldi, Luxo'jayini yo'tkilib ketgan bo'lsa yaxshi bo'pti. Men saroyga boray. Shu yo'ldosh meni saqlab qolgan. Bo'ldi, bama. Umi yo'tkaldi. Umi yo'tkaldi? Sheybafa, bu yerga yushirni olibsan-da. Sizlar nima qilmoqchi? Go'chijona xonimga qimmat o'ftirib qo'ygan puli bermaslikning qazini asqan o'xshamamsa? Yo'q. Epinglar. Gapimni anglang. Gapimni anglab boqmoqsiz. Mana. Undaq emas. Gapimni anglab beqing. Undaq emas. Gapimni anglab beqing. Yavaşlık bilen tur. Ketmey turun. Hey, ketmey turun. Ketmey turun. Hay, grup başlığı. Men maxfiy ishlar idorasining sizlar bilan o'rtaq sistema qurib, maxsus harbiy ashyolarning moliya masalasini tekshirib bir taraf qilishga mas'ul bo'lish taklifini berdim. Hujjat sizlarning qo'mondonlik shtabiga darhol yetib keladi. Bundan keyin ochiq-oshkor aloqa qilsak bo'ladi. Bek yaxshi bo'pti. Endi biz telefon bilan aloqalasak bo'laverdi ekanda. Odatdagi masalalarni deyishga bo'ladi. Sizlarning telefoninglarning hammasi maxfiy tinchiladi. Bu ishni o'z qo'lingizdan qiling. Shu bo'lfang, mushu bo'yicha desin. Chiqib ketishni xohlamsan? Xohlayman. Chiqib ketaman desang bo'ladi. Ammo mening deganimni qilasan. Bo'lmasa 4-5 yilgacha chiqib ketishni xiyol qilma. Deganingizni qilaman. Da'anim qilaman. Buni aniq ko'rib ol. Ole. Bir xatni xatolashmaysan. O'qi. Biz yan andik chaqda ko'rishgan. Unutib qoldingizmi? 15-gamida ijtimoiy boshqarmaning boshlig'i bizni maxfiy qabul qilgan. Siz bizga yordamlashib,
Aramızga kirib olgan iş yollarını tozalashib bergan. Siz degan tökpikar yan sizni unutib qolmadi. Yo'ldosh, siz bilan hozirgacha aloqalasha olmaslikda sizning bexatarligingizni ko'zda tutdik. Maxfiy ishlar idorasi Chu xo'jayinga sizni almashtirish qo'sh unumga ega ish bo'pti. Bundaq oqilona tadbirni qandoqmi o'ylab topgansiz? Davomli o'qi. Voy, nimandaq kechikib kelasiz? Tez kiring. İşini bitirdingizmi? Bitirdim. Qarang'i bozordagi setib olish bahosimi yuqori bo'ldi-da. Mana bu $350. Yaxshi bo'pti. Rasli yo'lingiz bor ekanjimi? Chin xonim fujoga ketdi. Bundan keyin siz menga sodlashib bering. Sizni obdan ras qilaman. Ma'qul. Xonim, mening ras izitimni qilaman desangiz, bir ishimga yordam qilsangiz bo'pti ekan. Ayting. Qo'limdan keladigan ish bo'lsa. Men bilaman, sizlarning apandi pek qaltis odam. Mening maxfiy ishlar idorasiga kirgim bor edi. Bu o'rinning nari yaxshi. Pul topqilib bo'lmaydi. Mening bekli kirgim bor edi shu. Men mushunday yana yaxshi ko'radim. Agar mushimga yordam qilsangiz, men sizga va'da beraman. Rasma. Sizni aldashga addimmi? Men bu yerga kelsam, baribir sizlarning apandini qo'lida ishlayman emasmi? Amsi men sanab baqay. Siz qaytib turing. Biroq bu ishni hargiz birsiga deb samang, ha? Boshliq. Ish bormidi? Ha, hech ish yo'q. O'tib qarab baqay deb shu. Bu harbiy paraxod markaliq unning har bir xaltasi 2.500.000 yuan o'rlabdi. Bu hisobotni qilib bo'lamidi? Doklad yazayli. Yuqoridan qo'shib bersin. Hozir butun mamlakat o'xshash. Ma'qul. Haras. Bir ishni unutib qolib tasqabdimi? Bir tonish bor edi. Boshqalar tonishtirganda, ha? Uning maxfiy ishlar idorasiga kirgisi bor ekan. Burun bir az tarbiyalanibdi ekan. Meningmi ancha tonishligim yo'q. Siz bir ko'rishib, ahvolni ilab beqing. Bo'ladi, chatoq yo'q. Qachon? Tushdan keyin bo'lsin. Bog'dak bo'lsa, uni shtatdan sirtqi tashqi vazifaga o'rlashtirsangiz yugurib yetimga menga. Haras. Bu odam qarang'i bozog'i pishiq ekan. Foydalansangiz bo'ladi. Ha. Boshliq, bugun tushdan keyin bo'lsa, men bu xamchotni bitirib bo'lamasmanmikan? Dokladimni yozmadim texi. Kechikib qolsa ozuqliq o'ksib qoladi. Bo'lmasa, atrat boshlig'i bo'lsin-chi, u odam tanlashga usta. Maylamiz. Elbette. Nima uchun maxfiy ishlar idorasiga kirsiz? Fung apandi, siz Fungjan apandi emasmi? Mening familiyam Fung emas. Siz butekchi emasmi? Burun shundaqdi. Siz nima odam? Meni unutib qoldingizmi, ha? Endi sizni tegishganda men yeningizda edim. 20 Julay muhofizat lanining. Siz 8-armiyaningmi? O chaqda shunday edi. Men rostli esingizda yo'qmi, ha? Yani endiki chaqda familiyangiz Fung edi-ku. Shundaq. Sal esimda bodakmi turdi. Yodimga keldi. Siz o chaqdagiga o'xshamay qolibsiz. 8-armiyaning kiyimini kiygan chaqdagiga o'xshamabsiz. Bu yerga nima bo'lib qoldingiz? Men asli mush tenjillik. Men boshlig'imning bir nechta so'punini o'g'irlab qo'yganligim uchun men bu yerni qo'llanib qilib o'tgan. Endi sizni tegishgan chaqda bek nochi edingiz, ha? Cho'ng qahramonda kayvingiz botdi. Shundaqmi? U men uchun unutilg'isiz bir aslama. Sizning yodingiz turibdi, bu oson emas. Shu chaqda men sizga bek havas qilatdim. Sizni asir deb qaramaydim. Sizni yo'ldosh deb chaqirg'im kelib ketdi. O chaqda hammamiz shundaq deb chaqirishatdik emasmi? To'g'ri, o chaqda hamma odam shundaq deb chaqirishatdi. Yo'ldosh degan gapni men anglab baxmoqli xeyli bo'pti. Men tex birisining 8-armiya boshlig'ining bu tektisini tegishib ziyon tortibdiq. Uni tegishgan heliq odam nakakan, tilimi yo'qkan deganini anglagan edim. Shundaq. Ular doim o'zini bak aqlli chaqlaydi. Amaliyotda nihoyatda dud.
Yaqin yurtda konu sirdishi uchrab qapti degan dal mana mushida. Hozir siz cho'qim cho'ng amaldor bo'lib ketdingiz. Mening bu kichikkin ishimda ümidim sizda qoldi. Bir ishlam non yeb qolay. Men maxfiy ishlar idorasini bek yaxshi ko'raman. Siz punkt boshlig'ini qandoq taniysiz? U degan cho'ngari bo'lib tursa. Sherolin apandi tanishtirgan. U? Ha. U punkt boshlig'ini tanamdi ekan. Ha. Siz ilgari meni rost ko'rganmi? Rost ko'rgan. U qo'shildi. U Li Zongrinning yendiki hiliqi ishpiyonni ham u ishpiyon yananga yo'llagan maxfiy telegrammaning asl tekstini sizga ko'rsatib qo'ydigan bo'ldi. Bu eng asosiy shart. Men texi uning rost yolg'onligini tekshiraman. Yana bu ishpiyonning Li Koning bilan bepangda maxfiy ko'rishgan so'ritim bor ekan. U kasb ahli ekan. Ham baxam ekan. Qandoqsiga ham bo'ladi? U mening naq maydonda bo'lmasligimni talab qiladi ekan. Men vositashib tursam, ishkanglar aloqalashib o'ylab meni bir tepli chatga chiqarib olsanglar, men nimaga hisob? Avar bo'g'nim beka ketmamdi. U bekning ikki tal chaqig'i meniga bo'lsam bo'la? Bu rost. Soda deganda uning o'tirdagi vositashini bir chetga chiqarib o'tgani nomardlik bo'pti. Agar men bu savdoga qatnashaman deb ching turib olsam, u siz bilan savdolashishni rad qiladi ekan. Men tushundim. U yolg'iz yutib olmoqchi ekan. Bunda qilsak bo'ladimi? Sizningcha ko'rishganda men iloj va bahona tushiray. Qanchalik tushira olsam, hammani sizga beray. Agar tushirolmasam, sizga tegishligini men beray. Rost gapni qilsam, men sizga ishonch qila olmayman. Men ya bu kasbni qiladigan odam bo'lmasam, o'ylasam buncha cho'ng xatarga tavakkul qilishimga arzimaydi ekan. Yaqay, oldi bilan rani puli topshir demaydigansiz. Uning axborotini tekshirib jazmlashtirsam bo'ladi texi. Olimada saxta bo'lib qolsa-chi. Bo'pti. Emas sizga bir qitim ishinay. Lekin esingizda chang tuting, lavzingizda turing. Agar lavzingizda turmasangiz, bundan keyin qo'limda hech qanday axborotga erishaman deb xiyol qilmang. Mening qo'limda ishpiyonlar haqidagi axborot nihoyat ko'p. Xuzonanning yendiki, Fuzoyining yendiki, Tangimboning yendiki degandek. Siz agar lavzingizda tursangiz, bundan keyin sizni to'xtovsiz ta'minlayman. Bo'lmasa bu axborotlarni kimga setib bersam nurg'un pulga yaraydi. Kasb ahlining qandoq bo'ladiganini ko'rib qolasiz. Bu sizlar ko'rishadigan o'rin va vaqt. Esingizda bo'lsin. U odamning so'l puti to'ki, o'ng qo'zida menga bor. Ehtiyotchan odamga. Agar va'daga vafo qilmasangiz, bundan keyin jahondarchilik qilaman deyman. Heliqi ayol qani? Ketga o'xshaydi. 3 kun bo'ldi, qarisimi ko'rinmaydi-ku. Qanida? Heliqi, mening unalg'im qani? Ha? Unalg'im. Siz bu Mana tez bo'l. Xo'jayiningni chaqirib kel. Unalg'imni to'lisin. Shimoliy Jungodagi xalq ozodlik armiyasining bir qismi Suydong rayoniga va Pingsu yo'lining Datongdan Go'ysingacha bo'lgan bo'lkaga hujum qo'zg'ab, Suydongdagi Fingjin shahrini ishg'ol qildi. 25-cheyslar. Nimaga qarayapsiz? O'ltiring. Sizga deydigan gapim bor. Dana. Oxir men gap qildingiz. Heliqi, siz qutuldirgan shu yo'ldoshdan qanday qadam ekanligini bilamsiz. Yo'ldosh qo'shu. Xata. Sherolim bilan Liya avatgan odam ekan. Siz dushmanning qiltig'iga tushibsiz. Dushman?
bu gapcha men oshkoralanib qoldimmi? O'ltiring. Gapimga quloq soling. O ayol nemishqa doim heliqi kichik sandiqni ko'tarib yuradi, bilamsiz? Uning ichida bir uskuna bor. U sizning ovozingizni saqlab olib, keyin boshqa odamlarga qo'yib berdi. Ma'nunga o'xshash. Oshkoralanib qolganimni burilib bildikansiz-da?